Hurmatli obunachilar, hozir biz Xonqa tumani Katta Kuch mahallesindamiz. Bu yerda bizning chaqirishlaridan maqsad ish yerda daraxtlarni qo'parib tashlashlarni aytib turibdilar. Qani bu yerda nima bo'lgan tushuntirib bering ozgina. Ish yerda odamlarni qo'shimcha tomorqasi o'tadigan yo'l, katta normal yo'llar, ahvolini qarang, bir rasha qarang. O'shan tarafda evet tutlar ham bor edi. Tutlar ham gömib tashlagan. Hazine ishida kichkinakkina harakati bu. Salmaydi, bu yerdan yap qazib o'tganda hali bu taqvimlar yo'q o'xshaydi. Shunda ikkita daraxt o'sib turgan. Bu yerda yana chopilgan daraxtlarni ko'rib turibmiz. Bu nima daraxtlar edi bular? Dereklar. Soya berib turadilarmi yo'q? Soya berib. Kim qildi bu ishni? Mahalle reisi ile az bir mahalle reisi yürüttü. Mahalle reisinin işi bu. Mahalle reisini ben bir neçe metre ayaklandırdım bu mesele bu için. Prezidentimiz yeşil mekanını ko'paytiringlar degan ayni damda bizda teskarisi bo'lib yotibdi, to'g'rimi shunda? Teskarisi bo'lib yotibdi. Mana profilaktika inspektoruna aytsam, u mening ishim emas. Ekologiya ayting dedi. Profilaktika inspektori 2-3 nafar aytdi. Keyin 3-4 keyin ishni to'xtatdi. Endi hozir ekskavator turadi, bir ekskavatorlarni ham olib Endi bu daraxtlarni uval bo'lganini kimdir javobgar bo'lishi kerak-ku. Bu bechora daraxtlar kimga xalaqit beribdi shunchaki? Buni gunohini bilaman ekan bular. Biz hozir viloyat ekologiya boshqarmasining boshlig'ini o'zini shaxsan xabar berdik. Hozir bu yerga viloyatdan xodim jo'natgan. Hozir keladilar. O'rganishib hozir o'rganamiz. Buni chopishdan maqsad nima bo'lgan? Nima uchun buni kengaytirganlar bu ariqni? Kimgadir suv kerak bo'lgan, nima uchun bunday bo'lgan? Kimgadir suv kerak bo'lgan. Qazdirish uchun ruxsat bo'lishi kerak, bu daraxtlarni olish uchun ruxsat bo'lishi. Mana bu daraxtlarning ahvolini qaranglar, qanday qo'pollik bilan olingan, qanday. Mana tumani hokimidan ruxsat oldim deydi. Xonqa tumani hokimi ruxsat beribmi? Yo'q, yolg'on gap bo'lishi kerak. Menimcha unday bo'lmasligi kerak. Xonqa tumani hokimi hech qachon ruxsat bermaydi, endi o'zini gapida. Mana ahvolni qaranglar. Shunday chiroyli necha yillik daraxtlarni umrini zavol bo'libdi. Mahalla raisini chaqirib bu yerga gaplashaylik. Qani bizning savollarimizga javob bersin qani? Hozir ekologiyaning xodimlari yaqinlashdi. O'rganamiz hozir vaziyatni nima gap bo'lganini. Lekin shu o'rinda men bir narsani aytib o'tchak edim. Mana shu Katta Kuch mahallasini, ya'ni Xonqa tumani Jirmiz qishlog'ini Katta Kuch mahallasini raisini aytchakman. Bu meni subyektiv fikrim deb o'ylayman. Hurmatli rais, siz qonunlardan qo'rqmaysizmi? Prezidentimizning aytib turgan gaplari siz uchun bir tiyinmi? Eshitib turibsiz, muhtaram prezidentimiz, yashil makonni kengaytiringlar, daraxtlara deymanglar, nabarot ekinglar, ham mer chiroyli bo'lsin, odamlarning sog'ligi uchun, ekologiya uchun foydali bo'lsin deb bizlarga topshiriq berib turibdi. Bu topshiriq sizga deyishli emasmi? Sizda ne haqqınız bor odamlarni ekkan daraxtlarni ko'partirishga? Ne haqqınız bor sizni? Size vekalet berildi deganda sho'ra bo'ldim, xohlang ishimni aytaman deb bo'laysizmi siz? Qonunni qo'li uzing, yodingizda qo'ying shuni. Bize hammamiz davlatga, qonunga bo'ysunamiz. Shu o'rinda siz ham bo'ysunasiz. Bu etgan ishlar uchun agarda noqonuniy bo'lsa, bular albatta javob berasizlar. Bu yerda gaz trubani ham ko'mib tashlaganman. Buni ham endi viloyat gazni mutasaddilarga jo'natib qo'yamiz. Gaz trubalarini ham meni ziyon yetadi-ku bu yerda bu turishda. Ha? Mana uni qaranglar ahvolini. Oho. Qani bu yerda hech kim yo'q-ku. Ana qazib turgan traktorimiz qani? Ekskavatorimiz. Mahalla raisi kelmayman deding. Qo'lingizdan kelganini qilavering dedi. Xonqa tumani hokimi eshitib qo'ying, qo'lingdan kelganini qilaver debdi. Mahalla raisi mahallaning otasi bo'lib turib kelib muammoni aytmaydimi axir? Qani bizlarga bu hujjatlarni taqdim etsin. Bu nima degani bu? Bepisandlik bilan qarashmi? Biz shuni tushunamiz.
İnazı Vilayet Ekologiya Başkarması xodimlari geldi, məsullar, az öyrənəmiz. Yenə bir nəsə aytıb ötəcək. Mən Xanqa tumanı hakimi bilan bağlandık telefon arqalı və həmməsiga anıqlıq kiritdik. Siz verdiyinizmi tapşırıqı desək, o kişi məni heç qanaqa əlaqəm yox dedi. Məni namını satıb iş qılğanlarga mən çara görəməndə hazır vədə berdilər. Demək ki, Küç mahalləsinin rəisi bilan əlaqədə öyrənişədi bu işni. Kimni buyruğu bilan bo'lyapti bu narsalar nima uchun chopilgan, hozir hammasiga aniqlik kiritamiz. Bir narsa aytib o'tacakman, Xanqa tumanining hokimini bu ishlarga aloqasi yo'q. Yaxshi hozirgacha aniqlaymiz. Yana bu yoqda ekskavatorning ham nomeri yo'q, nomerini olib qo'yman dedi, lekin nechun olib qo'yganini aytganlar yo'q. Bir to'liq etib, nomeri yo'q bo'lgandan keyin boshqacha fikrga borasan odam. Nima uchun nomeri yo'q? Nomeri bo'lishi kerak, davlat raqami qisilib turishi kerak ekan. Hozir kelgan xabarlarga ko'ra, biz bugun ertalab Xonqa tumani Jirmiz qishlog'i Katta Kuch mahallasida bo'ldik. Haqiqiy voqeani ko'rdik. Haqiqatdan shu daraxtlarning ko'parilganini guvohi bo'ldik. Biza mas'ullarni chaqirdik. Xorazm viloyat ekologiya boshqarmasi boshlig'i bilan bog'landik. Darhol ikkita xodim yubordik. Qani bir ko'ringlar, o'rganinglar deb, shular bilan biza birgalikda ozgina joylarni o'rgandik va ular o'zimiz qilamiz qolganini ketaveringlar degan uchun biz ketdik. Keyin hozir ko'rgan xabarga ko'ra, mahalla raisi qayerlardandir bir yerdan paydo bo'libdi, kelibdilar. Biza bu vaqtda kelmadi, keyin kelgan. Keyin shu yerdagi yashovchi ayrim bir 5-6 fuqaro davlat xodimlariga qarshilik etganlar. Ya'ni ekologiya boshqarmasining xodimlari narigi tarafni o'lchaymiz, daraxtlarning nimasini chopilgan yerini desa, o'zlaricha qarshilik etibdilar. O'lchamizlar, biza xohlasak ekamiz, xohlasak chopamiz debdilar. Sizlar kimni gapini girib, bu ishni etdingizlar? Nechun sizlar davlat xodimlariga qarshilik etdingizlar? Baribir bu yerda noqonuniy harakatlarni guvohi bo'ldik biza. Unda sizlar esa o'zlaringiz to'laysizlar, jarimasini ham sizlar to'laysizlar. Mahalla raisining aytgan ishi uchun sizlar javobgar bo'lasizlar. Hozir biza bu vaziyatni o'rganib turibmiz. Kimni qo'li bilan bo'latirganlarini hali biza aniqlik kiritamiz bunga. Men bu videolarni shaxsan viloyat prokurorini o'zina tashiyman. O'zi ko'rib, o'zi baho beradi. Kim qarshilik etgan bo'lsa, Katta Kuch mahallasining inspektori tushuntirish xato olasiz hammasidan. Kim shu davlat xodimlarini, ekologiyani xodimlarına qarshilik etdimi, demak javobgarlikni ular ham tortadi.